الحمد الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد Sevinchi qalbin huzuri Bu bayram Allohning bizga in'omi Mo'minning sevinchi qalbin huzuri Bu bayram Allohning bizga in'omi Muborak bir oyning buyuk fazlidan eng xolis tilaklar bo'lar ijobat Muborak bir oyning buyuk fazlidan eng xolis tilaklar bo'lar ijobat Muborak bo'lsin muborak bo'lsin hayit bayramingiz muborak bo'lsin muborak bo'lsin muborak bo'lsin hayit bayramingiz muborak bo'lsin Pokiza liboslar go'zal liboslar salomlar yurakdan alik yurakdan shukr bilan kirgan toza nafaslar jannat hidi kelur har bir tilakdan shukr ey Allohim yetkazganingga dinimiz islomdir nurimiz Qur'on Salom bo'lsin barcha malaklaringga qabul et Alloh deb hozirdir shu on Muborak bo'lsin muborak bo'lsin hayit bayramingiz muborak bo'lsin muborak bo'lsin muborak bo'lsin hayit bayramingiz muborak bo'lsin Ko'zimda yosh bilan so'radim xolis nima so'rasangiz ijobat bo'lsin Ko'zimda yosh bilan so'radim xolis nima so'rasangiz ijobat bo'lsin Onajon otajon jon jigarlarim hayit bayramingiz muborak bo'lsin Onajon otajon jon jigarlarim hayit bayramingiz muborak bo'lsin muborak bo'lsin muborak bo'lsin hayit bayramingiz muborak bo'lsin muborak bo'lsin muborak bo'lsin hayit bayramingiz muborak bo'lsin hayit bayramingiz muborak bo'lsin
يا من صليت بكل الأنبياء، يا من في قلبك رحمة للناس، يا من ألفت قلوبا بالإسلام، يا حبيبي يا شافعي يا رسول الله، بأمي وأبي فديتك سيدي، صلاة وسلام عليك يا نبي. حبيبي يا محمد أتيت بالسلام والهدى محمد، حبيبي يا محمد يا رحمة للعالمين يا محمد، يا من حليت حياتنا بالإيمان، يا من بجمالك علمت الإحسان، يا من نورت قلوبنا بالقرآن، يا حبيبي يا شافعي يا رسول الله، بأمي وأبي فديتك سيدي، صلاة وسلام عليك يا نبي. حبيبي يا محمد أتيت بالسلام والهدى محمد، حبيبي يا محمد يا رحمة للعالمين يا محمد. صلى الله على خاتم الأنبياء محمد، محمد رحمة للعالمين، رحمة للعالمين محمد، محمد رحمة للعالمين، رحمة للعالمين محمد، محمد رحمة للعالمين، رحمة للعالمين. حبيبي يا محمد أتيت بالسلام والهدى محمد، حبيبي يا محمد يا رحمة للعالمين يا محمد، حبيبي يا محمد أتيت بالسلام والهدى محمد، حبيبي يا محمد يا رحمة للعالمين يا محمد. Mo'minning sevinchi qalbin huzuri, bu bayram Allohning bizga in'omi. Mo'minning sevinchi qalbin huzuri, bu bayram Allohning bizga in'omi. Muborak bir oyning buyuk fazlidan eng xolis tilaklar bo'lar ijobat. Muborak bir oyning buyuk fazlidan eng xolis tilaklar bo'lar ijobat. Muborak bo'lsin, muborak bo'lsin, hayit bayramingiz muborak bo'lsin, muborak bo'lsin, muborak bo'lsin, hayit bayramingiz muborak bo'lsin.
güzel liboslar, go'zal liboslar. Salomlar yurakdan, alik yurakdan. Shukr bilan kirgan toza nafaslar, jannat hidi kelur har bir tilakdan. Shukr ey Allohim yetkazganingga, dinimiz islomdir, nurimiz Qur'on. Salom bo'lsin barcha malaklaringga, qabul et Alloh deb hozirdir shu on. Muborak bo'lsin, muborak bo'lsin, hayit bayramingiz muborak bo'lsin. Muborak bo'lsin, muborak bo'lsin, hayit bayramingiz muborak bo'lsin. Ko'zimda yosh bilan so'radim xolis, nima so'rasangiz ijobat bo'lsin. Ko'zimda yosh bilan so'radim xolis, nima so'rasangiz ijobat bo'lsin. وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله رب رضيا. يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى لم نجعل له من قبل سميا. قال رب أنى يكون لي غلام وكانت امرأتي عاقرا وقد بلغت من الكبر عتيا. قال كذلك قال ربك هو علي هين وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا. قال رب اجعل لي آية. قال آيتك ألا تكلم الناس 3 ليال سويا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتوب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم يا أرحم الراحمين. Ya Allah'ım,
Bugün ulug' kuningda o'zingni baytingda shu Qurban hayiti namozini o'qishga jamlab qo'ygan o'zingga hamd sanolar bo'lsin. Ya Alloh, sendan boshqa bir ibodatga loyiq zot yo'q. Sengina yolg'izsan, sheriging yo'q, o'xshashing yo'q, tenging yo'q. Ya Alloh, ibodatlarni sengina qabul qilasan. Bugungi kunga qiladigan ibodatlarimizni, qurbonchiligimizni faqat sen uchun qilamiz. Sen qabul qilursan, bizni amallarimizni chiroyli qilib qabul qilgin ya Alloh. Ya Allohim, bu duolarni ijobat qiladigan, har qilayotgan amallarni qabul qiladigan zotdirsan. Ya Allohim, shu o'qigan Qur'on sening kaloming. Bunda bir shakli so'z yo'q ya Alloh. Qur'onga iymon keltirdik. Halolini halol, haromni harom qilib amal qilishga bizga tavfiq ber. Bu dunyoda Qur'onni hidoyatga boshlaguvchi, oxiratda shafoatchi qilgin ya Rabbil alamin. Ya Allohim, şu o'qigan Qur'onlardan hosil bo'lgan savoblarni Allohdan oxir o'tgan jamiki mo'min musulmonlarga, xususan payg'ambarimiz Muhammad Mustafa sallallohu alayhi vasallamga, jamiki payg'ambarlarga, shoriyonlarga, sahoba ikromlarga, ahli qabristonda yotgan jamiki mo'minlar poklarga, xususan qishlog'imizda o'tgan barcha ulug' ulamolar, shayxlar, barchalarga, xususan jamoatdan o'rib turganlarga, o'tganlarimizga hadiya qilib, ularning qabrlarini Qur'on nuri bilan munavvar qilib, yotgan jonlarini jannat bog'chalaridan qilib, gunohlarini kechirgin ya Allohim. Qolganlarimizni Allohim o'zingning diningda to'liq yashashga, payg'ambar sallallohu alayhi vasallam sunnatida to'liq yashashga tavfiq bergin ya Allohim. Ustimizda turgan uloqa boshliqlarimizni hammasini Alloh ularni qalblarini dinga burgan, Allohning to'g'ri yo'lda yurishga, bizim mamlakatimiz bir to'g'ri hidoyatli mamlakat bo'lishiga sababchi qilgin ya Alloh. Ulamo shayxlarimizni Allohim ummatni boshini biriktirishga sababchi qilib qo'y ya Rabbil alamin ya Alloh. Hammamizdan qilayotgan kasb-korlarimiz bor. O'zing ularni hammasini bizga halol va pok qilib bergin Alloh. Ularni Alloh o'zing betdagi hisob-kitob bo'ladigan kunlarda bizga yengil hisob-kitob qiladigan qilib sarflashgan sarflar tavfiq bergin. Ya Allohim, ayollarimizni salohiyatini dinga bo'lgin Allohim. Hamma dinda Alloh farzandlarimizni solih qilib tarbiyalash, ularga ilm, hikmat, danishmandlik ato etgin ya Rabbil alamin. Ya Alloh, erkaklarga g'urur bergin Allohim. Alloh hammamizni dinda salomat qilgin ya Rabbil alamin. Ya Allohim, safarda yurgan topayotgan rizqlarga haloldan baraka bergin. Har xil kasalliklardan, xunuk holatlardan, sovuq xabarlardan Allohim o'zing saqlagin. Uylariga salomat, chiroyli, halol mol dunyo bilan kirib kelishlarini nasib aylang. Uylarini ham, ahli ayollarini ham, qizlarini ham Allohim dindor qilgin. Allohim har xil xunuk holatdan, yomon gaplarni eshitishdan Allohim o'zing saqlagin ya Robbil alamin. Allohim barcha safarda yurgan hamqishloqlarimizni, ilm talabida yurgan hamqishloqlarimizni, rizq talabida yurgan hamqishloqlarimiz safarlarini bexatar qilgin. Allohim qamoqxonalarda, turmalarda yotgan hamqishloqlarimiz bor. Allohim ularga najot bergin. Allohim ularning mushkullarini oson qilgin, ishlarini yengil qilgin, gunohlarga tavba qilishlarini nasib aylagin. Qaytib chiqqanlarda chiroyli hayotda yashashlarini nasib aylagin. Keyingi hayit namozlarida, uylarda, mana shu masjidlarda hayit namozlarini o'qishlarini Allohim o'zing nasib aylagin ya Robbil alamin. Allohim, mana baytingda yosh kattalarimiz bor, qari oqsoqollarimiz bor, buvalarimiz bor. Allohim umrlarini ziyoda qilgin. Keyingi hayitlarni ham birga o'qish nasib aylagin. Ota-onamizni, qarilari duosini olib, ularning so'zlariga amal qilib hayot kechirishimiz boshlarini nasib aylagin. Yoshlarimizga Allohim taqvo bergin, ilm bergin, to'g'ri kasb, halol rizq bergin ya Robbil alamin. Odob bergin ya Robbil alamin. Kattalarni hurmat qiladigan, kichikni izzat qiladigan, ota-onasiga xizmat qiladigan farzand bo'lishligimizni Allohim barchamizga nasib aylagin. Yurtimizni, Qirg'izistonni tinchligin, har xil fitnalardan, yomon ishlardan, molimizga, jonimizga, xosatan iymonimizga, dinimizga bo'ladigan fitnalardan Allohim yurtimizni saqlagin. Osmondan yerdan bo'layotgan ofatlarda mana hammamiz ko'rib turibmiz. Sel balosi, do'l balosi, qancha yerlar, qancha uylarni vayron qildi. Allohim mana shunday ofatlardan yurtimizni ham, qishlog'imizni ham saqlagin ya Robbil alamin. Bog'roqlarimizga, ekin-tikinlarimizga, dehqonchiliklarimizga, kasb-korlarimizga, tijoratlarimizga Allohim haloldan barakot bergin. Allohim barcha duo qilib turganlar, o'tganlari bor. Kimidir ota-onasi, kimidir aka-ukasi, kimidir farzandlar, kimidir yaqinlari.
Allohim barcha o'tganlarimizni o'z rahmatingga ol. Qabrlarni nurga to'lg'izgin. Allohim mana shu diyorimizga din uchun, dinni rivoji uchun, dinni yetkazish uchun kelib shu yerda shahid bo'lganlarning qabrlarini nurga to'lg'izgin. Allohim qishlog'imizga xizmat qilgan, ko'chasigadir, suvigadir, maktabigadir, eligadir, barcha xizmat qilganlar Allohim qabrlarini nurga to'lg'izgin ya Robbal alamin. Allohim qishlog'imizda masjidlarga, dinimizga, namoz o'qishligimizga sababchi bo'lgan domlalarimiz, buvalarimiz o'tib ketishgan. Jamolning qori buva, Abdunazar qori buva, Ermak qori buva, Ahmad hoji buva, Osimxon domlalarimiz, Avasxon hoji buvalar barcha dinimizga, masjidlarga, bizni Qur'on o'qishligimizga, bizni namoz o'qishimizga sababchi bo'lib o'tib ketgan barcha qori buvalarimiz Allohim qabrlarini nurga to'lg'izgin. Ularning orqasidan ergashib, ularga o'xshab taqvodor bo'lib dinimizni, qishlog'imizni himoya qilishni Allohim barchamizga nasib aylagin ya Robbal alamin. Allohim ayollarimizga sharm hayo bergin. Ularni solihalardan qilgin. Ularni namozxonlardan qilgin. Hayolilardan qilgin ya Robbal alamin. Farzand tarbiyasiga e'tibor berin. Farzandlarimizni chiroyli tarbiya qilish nasib aylagin. Mayli ular boy bo'lmasin, mayli ular boshqa bo'lmasin. Farzandlarimiz odobli bo'lsin, axloqli bo'lsin, taqvodor bo'lsin, solih va soliha bo'lsin. Allohim barchalarimizni farzandlarimiz tarbiyasini chiroyli qilgin ya Robbal alamin. Allohim nimaiki niyatda o'zingni baytida duo qilgan bu jamoatimiz bo'lsa, Allohim duolarini ijobat qilgin ya Robbal alamin. Allohim zikr qilinmagan insonlar bordir, duolar aytilmagan insonlar bordir. Allohim barchalarimizni rahmatingga olib, qilinadigan duolarimizni, qalbimizdagi duolarimizni Allohim o'zing ijobat qilgin ya Robbal alamin. Allohim qishlog'imizga xizmat qilayotganlar, bosh bo'layotganlar, raislar, deputatlar, mahalla faollari barchalarning xizmatlarini bardavom qilgin. Allohim niyatlarini to'g'ri qilgin ya Robbal alamin. Allohim masjidlarimizda imomlik qilib berayotgan imom domlalar, qorakalar, azon chaqirayotgan muazzinlar, masjidga ihson qilayotganlar, masjidga xizmat qilayotganlar, masjidda rivoji uchun, masjidda chiroyi uchun insonlarga bir foydali, osonroq sharoit yaratib berish uchun xizmat qilayotganlar barchalarning xizmatlarini qabul qilgin. Imomlarimizni umrini salomat qilgin, uzoq qilgin, dardlariga shifo bergin, halol rizq bergin, kasb-korlariga baraka bergin, imomliklarini bardavom qilgin, ilmlarini ziyoda qilgin ya Robbal alamin. Ular farzandlarimizni tarbiya qilib, ilm, Qur'on o'rgatishda bardavom bo'lishlarini Allohim o'zing nasib aylagin. Masjidlarimizga, qishlog'imizga ihson qilayotganlarni Allohim ihsonlarini qabul qilgin. Umrlariga, rizqlariga baraka bergin. Jannatga olib kiradigan, do'zaxdan saqlaydigan ihsonlardan bo'lishligini Allohim o'zing nasib aylagin. Ihson qilib o'tib ketganlarni ham o'z rahmatingga olib qabrlarni nurga to'lg'izgin. Allohim yaxshi niyatlar qilib turibmiz. Mana jumalarni sig'may qolyapmiz. Hayit namozlarni tashlarga qolib ketyapmiz. Allohim mana o'zingni baytingda turib duo qilyapmiz. Bizga qishlog'imizni ahli sig'adigan, qishlog'imiz bemalol xotirjam namoz o'qiydigan, bir keng qiyomatgacha dinga xizmat qiladigan masjid ato qilgin ya Robbal alamin. Masjidlarimizni keng qilib bergin, katta qilib bergin, jamoatlarimiz sig'adigan qilib bir chiroyli qiyomatgacha dinga xizmat qiladigan bir masjid bino bo'lishligini Allohim bizlarga o'zing nasib aylagin ya Robbal alamin. Allohim payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam so'ragan yaxshiliklarni so'raymiz, ato qilgin. Payg'ambarimiz panoh so'ragan yomonliklardan panoh so'raymiz. Allohim bizlarga panoh bergin. Va sallallohu ala nabiyyina Muhammad va ala alihi va ashabihi ajma'in. Amin. 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 Bi rahmatika ya arhamar rahimin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Eid Qurbon barchalaringizga muborak bo'lsin. Hayitlar yaxshi o'tkazinglar. Sevinchi qalbin huzuri, bu bayram Allohning bizga in'omi. Mo'minning sevinchi qalbin huzuri, bu bayram Allohning bizga in'omi. Muborak
Muborak bir oyning buyuk fazlidan eng xolis tilaklar bo'lar ijobat. Muborak bir oyning buyuk fazlidan eng xolis tilaklar bo'lar ijobat. Muborak bo'lsin, muborak bo'lsin, hayit bayramingiz muborak bo'lsin. Muborak bo'lsin, muborak bo'lsin, hayit bayramingiz muborak bo'lsin. Pokiza liboslar, go'zal liboslar, salomlar yurakdan, alik yurakdan. Shukr bilan kirgan toza nafaslar, jannat hidi kelur har bir tilakdan. Shukr ey Allohim yetkazganingga, dinimiz islomdir, nurimiz Qur'on. Salom bo'lsin barcha malaklaring